Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan Sport platformasida Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilarining birinchi bosqichi, ya'ni tuman shahar hokimi olimpiadasi musobaqalarini viloyat sport boshqarmalari kabinetidan birinchi bosqich musobaqasini yaratishni ko'rsatib o'tamiz. Demak, buning uchun birinchi navbatda sport tadbirlari axborot tizimiga kiramiz, hujjatlar bo'limi va musobaqalar bo'limi. Ushbu o'yinda yaratish tugmasi bosiladi va bosqichli musobaqa tanlaymiz. Tanlaganimizda sport turi tanlaymiz. Birinchi, misol uchun dzyudo sport turi boshlanadigan bo'lsa, dzyudo tanladik. Tadbir turi hudud sport tadbiri, musobaqa turi olimpiya cho'qqilari, bosqichi birinchi bosqich, ya'ni tumanni tanlab olamiz. Tumanni tanladik. Tadbir nomi tuman shahar hokimi olimpiadasi. Musobaqamiz nomi shakllandi. Musobaqani bo'luvchi sanalarni kiritamiz. Misol uchun mana deylik 13-martdan 17-martgacha deb belgilasak, bu o'zi kalendar reja ishlab chiqilgan. Bu bo'yicha o'shanda ko'rsatilgan sanalarni kiritib o'tamiz. Demak, birinchi o'yinda ma'lumotlar kiritildi, saqlash tugmasi bosiladi. Endi o'tkazish joyi, ya'ni musobaqani qaysi tumanda qaysi muassasa bo'lishini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Tanlaymiz. Oltisoy tuman. Muassasani tanlaymiz. Agarda muassasani tanlaganda sport inshooti chiqmasa, pastdagi polda qo'lda qo'shimcha tartibda to'ldiriladi. Bizda ma'lumot borligi uchun to'liq chiqib keldi. Demak, saqlanadi. Dastur. Demak, dasturda bitta narsaga alohida e'tibor berishlarini so'rab qolardim. Misol uchun erkaklar dzyudo sport turida ikkita dasturda sportchilar ishtirok etadi. Ya'ni birinchisi yakkalik dasturi, ikkinchisi mix, ya'ni jamoaviy. Erkaklar va ayollar jamoaviy tarzda kuch sinashadi. Demak, shuning uchun vazn toifalarini tanlaganimizda, mana misol yakkalik vaznni tanlab chiqamiz. Yakkalik vaznni tanlaganimizda e'tibor bersak, pastki quyiga tushganimizda yana o'sha vaznlarni jamoaviy degani bor. Misol uchun mana 52 kilogramm, mana 57 kilogramm jamoaviy, mana 57 kilogramm yakkalik, 57 kilogramm jamoaviy. O'sha uchun bu yoqda musobaqa yaratilayotganda ham jamoaviy ham yakkalik vaznlarni tanlab ketishimiz kerak. Ertaga e'lon bo'yicha talabnoma shakllantirayotgan jamoalar sportchilar ham jamoaviy ham yakkalik dasturlarga zaifga qilishi mumkin imkoniyati yaratiladi. Demak, saqlaymiz. Xuddi shu tartibda ayollarni ham shunday kiritib olamiz. Ayollar 57 kilogramm yakkalik, 57 kilogramm jamoaviy. Saqlaydi. Xuddi shu tartibda kiritiladi. Saqlash tugmasi bosiladi. Hakamlar hay'at soni. Demak, musobaqa bosh hakami 1 nafar. Albatta, musobaqada kotib bo'lishi shart. Kotib 1 nafar. Majburiy polga hakamlar soni 5 nafar bo'lishi shart. Kiritamiz. Qatnashuvchi tashkilotlar. Qo'shish tugmasini bosganimizda mintaqa bosqichi turibdi. To'ldirish tugmasini bosganimizda o'sha mazkur hududdagi barcha klublar, sport maktab klublar, barcha muassasalarda o'z avtomatik tortib keladi. Mana hamma umumta'lim maktablarga taklifnoma yuboriladi shu tartibda. Demak, saqlash, qatnashuvchilik talablar, qo'shish. Shu joyda e'tibor beramiz. Erkaklar dzyudo sport turida hozir 1 nafar ishtirokchi ham jamoaviy ham yakkalik dasturga talabnoma yubora olishi uchun qatnashishi mumkin bo'lgan dasturlar soni 2 qo'yamiz. Shu joyga adashmang. Bu joyga agar 1 qo'yib ketadigan bo'lsak, bittadan ortiq dasturga qatnasha olmaydigan bo'lib qoladi. Demak, qatnashish mumkin dasturlar 2 ta, yosh toifasi 13 yoshdan 14 yoshgacha. O'smirlar saqlash. Xuddi shuni ayollar ko'rinishida ham qolamiz. 2 ta dastur 13-14. O'smirlar saqlash. Hakamlar hay'at tarkibi odatiy tartibga kiritib olamiz. Bosh hakam, saqlash, kotib albatta majburiy. Musobaqa kotibi kiritilgan bo'lishi shart. Saqlash. Xuddi shu tartibda hakamlar kiritib ketiladi. Demak, saqlaymiz. Diplomlar soni
diplomlar sonini kiritib ketadi. Misol uchun 10ta vazn erkaklarda, 10ta vazn ayollarda bo'ladigan bo'lsa, 20ta birinchi o'rin, 20ta ikkinchi o'rin, 40ta uchinchi o'rin. Saqlab, xuddi shu tarzda ma'lumotlar kiritiladi. Kiritilgandan so'ng hujjatimizni tasdiqlaymiz. Tasdiqladik. Tasdiqlagandan so'ng yuborish tugmasi bosib yuboriladi va shu joyning o'zida e'lon yaratish sanasi bosib e'longa chiqarib yuboriladi. Demak, mana 13-chi, ya'ni 13-chi sanaga qo'ydik. E'tibor bering. Musobaqa boshlanadigan, ya'ni musobaqaning birinchi kunini ham e'lon berish kuni qilib belgilashimiz maqsadga muvofiq. Sababi, agarda ishtirokchi zaявкаga yuborilmay qolgan, zaявкаdan qolib ketgan, o'sha kuni musobaqada ishtirok uchun kelgan taqdirda bemalol sizlarda imkoniyat bo'ladi. Talabnomani orqaga qaytarib, yana yangi sportchini qo'shib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, saqlaganimizni tasdiqladik va yuborish tugmasini bosib yuborib qo'ydik. Xuddi shu tartibda tuman shahar hokimi olimpiadasi, ya'ni olimpiya cho'qqilari birinchi bosqichi musobaqalarini yaratib ishlashimiz mumkin. Keyingi videolarda yuborilgan e'lon bo'yicha talabnomalarni shakllantirish bo'yicha video qo'llanmani ham ko'rsatib o'tamiz.